va shu tariqat ahllarining katta bir muvaffaqiyatlaridan bir misol keltiraman. Hijriy 7-asr. Nima voqea bo'lgan? Ko'pchiligimiz bilamiz. Islom dinida qirg'inbarot urush bo'lib, musulmonlar qirilgan asr 7-asr bo'lgan. Kim tomonidan qirilgan? Mo'g'ullar tomonidan qirilgan. Mo'g'ullar shu darajada musulmonlarni qirganki, ta'riflash bo'yicha sochni ustara bilan qirgandek, dunyo yer yuzida musulmonlarni mo'g'ullar qirib tashlagan. Naqllar tarqagan ekan. O'lik qayta tirilibdi desa ishongin u, lekin mo'g'ul mag'lubiyatga uchrabdi desa ishonma deyilgan. Musulmonlar shu darajada tushkunlikka tushib qolgan. Musulmonlar mo'g'ullarga nisbatan son jihatidan bir necha barobar ko'p bo'lishiga qaramasdan mag'lubiyatga uchrayvergan. Nimaga? Chunki ruhiy tarbiya yo'q bo'lgan. Mol dunyoga berilib ketgan. Shohlar, xonliklar, amirliklar parcha-parcha bo'lib, hammasi boylik yig'ish bilan avora. Ruhiy tarbiya yo'q. Allohni ko'rib turgandek ibodat qilish yo'q. Ma'naviyat yo'q. Zohiran musulmon masjidlar to'liq ibodat qilinadi, lekin ruh yo'q. U namoz emas, u namoz. Jismoniy tarbiyadan iborat bo'lgan, harakatlardan iborat bo'lgan bir mashg'ulot bo'lib qolgan. Chunki u namozning ruhi yo'q edi. Allohu akbar namozga kirishar edi, hayoli bozorda, hayoli dalada, hayoli chorvasida, hayoli omochida. Jasad masjidda, ruh boshqa joyda uchib yuradi. U namoz bo'lmaydi. Chunki nafs tarbiyalanmagan edi. Ana shu paytda tariqat ahllari maydonga chiqdilar. O'zi har doim vatanimizga, islomga qarshi jang bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda tariqat ahllari vatanparvar bo'lib chiqqan. Dukchi Eshon deysizmi? Najmiddin Kubro deysizmi? Har qanday tariqat shayxlarini oling, o'zining muridlari bilan birgalikda shunday vatan sarhadida dushmanga qarshi turib bergan odamlar bo'lgan. Ana shunday voqeani keltirib o'taman. Chig'atoy davlati bir necha amirliklarga bo'linib ketgan. Bilasizlar, Chig'atoy bu mo'g'ullarning qo'l ostida bo'lgan. Mana bu Chig'atoy darvoza shundan qolgan. Chig'atoy degan davlat bo'lgan. Bir necha mo'g'ullarning amirlarining qo'l ostida bo'lgan. Musulmonlarning umuman nomi o'chib ketgan u paytda. Ana shu paytda Chig'atoyning amirlaridan bittasi To'g'luq Temurxon degan mo'g'ul, ya'ni g'irt majusi, kofir, o'zining sarkardalari bilan ov qilishga chiqadi. Ov qilishga chiqib, o'zining qo'rxonasida ovlab yursa, bir payt begona odamlarni ko'rib qoladi. G'azabi chiqadi, kim u meni qo'rxonamda yurgan? Bor ushab deydi. Darvoz askarlari borib haligilarni urib, do'pposlab, qo'l oyog'ini bog'lab, shunday amirning oyog'ini ostiga tashlaydi. Meni, ya'ni To'g'luq Temurxondek buyuk zotni qo'rxonasida nima qilib yursanlar, ahmoqlar deb so'kadi. Biz bilmay qolibmiz, biz g'ariblarmiz, biz Buxorodan kelayotgan bir musofirlarmiz. Bu yerlarni sizniki ekanligini bilmabmiz deydi. Kim? Shayx Jamoluddin degan pir bo'ladilar. Tariqatning ahli. Shayx Jamoluddin aytadilarki, "Uzr sultonim, biz bilmay qolibmiz. Biz g'aribmiz, tanimaymiz bu yerlar kim ekanligini. Xato qilibmiz" deydi. Xato qilgan bo'lsang, sendan ko'ra it yaxshi-da deydi. Shunda Shayx Jamoluddin aytadilarki, "To'g'ri aytdingiz sultonim" deydi. Agar Alloh taolo bizlarni haq din bilan ikrom qilmaganda, biz itdan ham battar bo'lardik deydi. Shoshmay tur deydi. Bularni qo'yib qo'y joyiga deydi. Yana ovga qarab ketadi. Ovga borib, ovda yuribdi, hayolaliginda. Bu haq din nima ekan o'zi u? Hayoldan ketmaydi. Haq din degan so'z mana shu yerga joylashib qoladi. Ovni qiladi, keladida haligilarni olib kelana deydi. Huzurga chaqirtiradi. Chaqirtirgandan keyin Shayx Jamoluddinga aytadiki, "Menga tushuntir, hali haq din deding, nima o'zi haq dining?" deydi. Jamoluddin hazratlari pir murshid din nima va dinning asli bo'lgan kufr nima tushuntiradilar. Dinni tushuntirganda To'g'luq Temurxonning yuzlari, chehralari yorishib, dinga havasi kelib qoladi. Kufrni tushuntirganda qo'rqib, ranglari oqaradi, o'zida o'zgarish paydo bo'ladi qo'rquvdan. Keyin aytadiki, "Ey Jamoluddin" deydi, "Sen juda ham yaxshi narsani aytding menga. Men hoziroq sen aytgan dinni qabul qilishim mumkin" deydi. Lekin qo'l ostimdagilar buni qabul qilmaydi. Senga bir iltimos deydi. Men yaqin orada deydi, butun Chig'atoy mamlakatini, davlatini podshosiga aylanaman deydi.
Shuning uchun harakat qilyapman. Ana shu podshoh bo'lganimda, hamma menga bay'at qilgan kelganda, sen kelasanda xuddi mana shu voqeani eslatasan, men dinni qabul qilaman deydi. Oradan yillar o'tadi. Jamoluddin hazratlari o'zlarining Buxorosiga qaytib borib, umrlari payoniga yetib, kasal bo'lib vafot etayotgan paytlarida o'g'illari Rashiduddin degan tarbiya olgan, zo'r ular ham pir murshid bo'lib yetishgan o'g'liga vasiyat qiladilarki, ana bu To'g'liq Temurxon deydi, yaqin orada butun Chig'atoy davlatiga podshoh bo'ladi deydi. Shuni huzuriga borib, mana shu omonatni aytasan deydi. Dunyoda o'tadilar. Haqiqatan ham taqdir To'g'liq Temurxon butun Chig'atoy mamlakatini bitta podshosiga aylanadi. Hamma amirliklarni bitta bayroq ostiga yig'adi. Bu ham bo'lsa majusilik bayrog'i, kufr bayrog'i. Lekin Rashiduddin o'g'illari keladilar. Kelganlardan keyin podshohning huzuriga kira olmaydi. Har xil to'siqlar, o'ziga yarasha shart-sharoit, bitta bir musulmon odam qanday kiradi podshohning oldiga? Kira olmaydi. Oxiri chorasini topadi. Erta tongda tinch sham yo'q bo'lib turgan paytda o'sha podshohning saroyining yonrog'iga keladi, baqirib bor ovoz bilan azon aytib yuboradi. Podshoh cho'chib uyg'onib ketadi, "Anu badbaxt kim?" deydi, "Bu yoqqa olib kel" deydi. "Tez olib kel bu yoqqa" deydi. Darrov qo'l-oyoqni bog'lab kishanlab podshohning yoniga qo'yib, "Siz podshoh g'azab bilan sen undoqsan, bundoqsan, kim o'zi sen? Kimsan podshohning uyqusini buzadigan?" desa, "Men falonchi, pistonchiman" deydi. "Omonat sizga yetkazgani keldim. Men siz bilan va'dalashgan o'sha Jamoluddin hazratlarining o'g'li Rashiduddin bo'laman. Otamga va'da bergan ekansiz islom dinini qabul qilishga" deydi. Birdaniga o'zgaratda, "To'g'ri" deydi, "Men va'da berganman" deydi. Shu joyni o'zi islomni qabul qiladi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhni aytib. Va butun Chig'atoy mamlakatini islomga aylantiradi. Nechta amirliklar bo'lsa, hammasini jamlangan qo'l ostida, hammasi podshohdan nima bo'ladi? Qo'rqqanidan ham yoki podshoh endi rahbar qaysi dinda bo'lsa, ra'iyat ham shu dinda bo'ladi-da. Podshohga itoat etaroq butun mo'g'ullar islom dinini qabul qiladi. Minglab, yuz minglab odamlar islom dinini qabul qiladi. Nimaga? Bitta pir murshidning, tariqat ahlining da'vati bilan. Haqiqatan ham agar biz haq din bilan Alloh bizni ikrom qilmaganda itdan battar o'z maxluqmiz. It ham yaxshi, hisob kitobi yo'q. Qiyomat kuni jahannamga tushmaydi. Lekin bizchi agar Allohni o'zi asrasin, shu din bilan ikrom qilinmasak, qiyomatda yonamiz. Bizni odam ekanligimiz, inson ekanligimiz shu din bilan. Buni tariqat ahllari yaxshi tushunadi. Nafsini tarbiyalagan, nafsini sindirgan. Agar o'sha joyda sulton sen nima bu itdan ham battar ekansan desa, o'zing itdan battarsan, kofir, mushrik, kimsan sen o'zi desa nima bo'lar edi? Kallasi ketar edi. Hech narsa yo'q, tamom. Nimaga? Chunki nafsda u sultonga qarshi seni o'zing kofirsan, undoqsan, bundoqsan deyishlik uchun odam ahmoq bo'lish kerak. Ahmoq bo'lish kerak, johil bo'lish kerak. Aqlli inson mezonni biladi. Qayerda nimani gapirish kerak ekanligini biladi. Pir murshid bo'lganligi uchun, nafsini tarbiyalaganligi uchun javobni qarang. To'g'ri aytdingiz sultonim. Agar Alloh bizni haq din bilan ikrom qilmaganda itdan ham battar bo'lardik deyaptilar. Biz ham xuddi shunaqamizda Alloh ikrom qilganligi uchun hozir masjidda o'tiribmiz, Allohning baytida, Allohning mehmonlari bo'lib o'tiribmiz. Shuning uchun shu dinga amal qilib qo'yaylik-da. Agar bu din bo'lmasa biz hech kim basmiz. Biz din bilan aziz mukarram bo'lib turibmiz hozir. Mana pir murshidlarimiz, nafsini tarbiyalagan insonlar qanday bo'lganlar?